Assalomu alaykum yurtdoshlar, hammasi sog' omonmi? Ozgina sutim qolib ketgan ekan, biroz achiganday ekan. Hozir o'shani quymoq qilib olamiz. Tashishga ko'zim qiymadi. Sotib olganman sutni. Ikkita tuxum chaqdim ichiga. Yaxshilab aralashtiramiz. Bir massa bo'ldi. Endi shakar solamiz, 1 piyola. Biz shirinlikni ko'proq yaxshi ko'ramiz, shuning uchun shirinroq qildim. 1,5 piyola shakar soldim. 1,5 piyola suv soldim. Endi un solamiz bunga. Unim tayyor, elangan. Paketga olib keldim. Kakom ozroq qolibdi ekan. Hammasini sovuramiz. Anjirni murabbosini cho'pidan chiqarib olamiz. Maydalab ezib olamiz orasiga solish uchun. Bu oddiy anjir murabbo, sal qattiqroq edi. Boyagi maydalaganimiz bu. Buni ustiga surtamiz endi. Xamirimizni quymog'i ozgina qoldi. Endi murabboni ichiga savorib pishirib ko'rmoqchiman. Oddiy anjir murabbo. Shakar kam. Shakar uncha xohlamayman men. Murabbo aralashtirganim dahshat chiqyapti. Mana azizlar, tayyor bo'ldi bilinchigimiz. Quymoq qilishga qilib ko'rmaganman uncha, shuning uchun qilmadim. Bilinchikka aylantirib yubordim. Yoqimli ishtaha hammaga.